Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Imom Ahmad rivoyatlarida aytadilarki, erga ayolini yomonlagan. Erga ayolini qayraydiganlar bor. Xotining unaqa qilyapti, xotining bunaqa qilyapti deb ba'zi vaqtda onalarimiz, ba'zi vaqtda boshqalar ayolini, er-xotin o'rtasini buzishga harakat qiladi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam erga ayolini yomonlagan va ayoliga erini yomonlagan. Unga qarshi qayraydigan kishi bizdan emas dedilar. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam meni ummatim mo'min musulmon inson bunaqa bo'lmaydi dedilar. Bu inson hech qachon komil mo'min bo'la olmas ekan. Alloh asrasin. Ko'cha-kuyda ham bor. Ering unaqa qilib yuribdi, ering bunaqa qilib yuribdi, yo ayolini eriga qayraydi, yo'lmasa erini ayoliga qayraydiganlar. Shuning orqasidan qancha-qancha oilalar buzilib, farzandlar yetim bo'layotgan holatlar. O'ylab ko'ring, bu ish qilishdan oldin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bizdan emas deyotganliklarini.